Dajaho, men Samandar. Meni bu yerda hamma Changchun deb chaqirishadi. Men O'zbekistondan kelganman. Xitoy kelganimga 3 yildan oshdi. Internetda kichik bir videoni o'qiyotganimda shisha o'ymakorligi va bu turdagi hunarmandchilik haqida bilib oldim. Va bu turku masalalari meni qattiq hayratda qoldirdi. Keyin tegishli ma'lumotlarni to'plashni boshladim va bu shisha haykal Xitoyning Zhejiang provinsiyasi Tayjou shahri madaniy vakili ekanligini bilib oldim. Shisha haykali tufayli men Zhejiang provinsiyasi Tayjou shahridagi Tayjou universitetiga o'qish uchun keldim. Men bo'sh vaqtimda Uzi Xiong shisha san'ati muzeyiga, bu yerda shisha haykaltarashlik ustasi janob Uyi bilan birga o'qish uchun kelaman. Men birinchi marta muzdek sovuq stakanni olganimdan boshlab nuqta, chiziq va sirtni bo'lish uchun takroriy mashqlarni qila olmadim va sekin-sekin mashq qilishni boshladim. Yakuniy to'liq asar yozmagunimcha mashq qildim. Shisha o'ymakorlik jarayoni hayotga o'xshaydi. Asta-sekin chuqurlashadi, lazzatlanadi va odam zavqlanadi. Bu yerda men har xil yorqin shisha haykaltarashlik asarlari bilan shug'ullanaman. Shuningdek, Xitoyning noyob sehrli jozibasini o'zim his qilaman. Tayjou shisha o'ymakorlik texnikasi Qing sulolasi oxirida paydo bo'lgan. Bu maxsus texnika. Unda bo'yash uchun qalam va shishani silliqlash vaqtida g'ildirakdan foydalaniladi. 20 dan ortiq texnologik jarayonlar va boy mavzular mavjud. Stakanning go'zalligi maxsus pichoq usuli bilan va shishaning ko'rinishi pichoq usuli o'zgartirish orqali boyitiladi. Keyinchalik men janob Uyi bilan shisha haykaltarashchilik san'atini o'rganishda davom ettiraman. Va bu shisha haykaltarashchilik san'atini o'z davlatimga olib ketishni maqsad qilib qo'ydim. Shundagina odamlar bu jozibani his qilishlari mumkin.